43-savol. Propan, butan va butilen gazlaridan iborat 5-6 litr narma sharoitdagi aralashma bromli suvdan o'tkazilganda 12 gram brom reaksiyaga kirishdi. Dastlabki gazlar aralashmasini vodorodga nisbatan zichligi 26:6 ga teng debdi. Reaksiyadan so'ng gazlar aralashmasining o'rtacha molar massasini toping. B esa dastlabki aralashmadagi propan gazining mol ulushini toping degan savollar. Demak, aralashma 5-6 litr molga aylantirib ishlasa osonroq bo'ladi. 5,6 litr aralashmani normal sharoitda bo'lgan joy 22,4 ga bo'lib oladigan bo'lsa 0,25 mol aralashma bo'ladi. Bu gazlar 3 ta gazdan iborat 0,25 mol aralashmaning ichida propan bor. Propan S3H8 bo'ladi. Butan bor ekan, S4H10 bo'lgan va butilen bo'lgan S4H8, ya'ni buten desam bo'ladi. Shu umumiy aralashma 0,25 mol. Va bromli suvdan o'tkazilganda faqat alkanlar reaksiyaga kirishmaydi, faqat buten reaksiyaga kirishadi bromli suv bilan. Bir ikkita reaksiyasi bo'ladi. S4H8 ga ikkita brom birikib qoladi. Dibrom butan kelib chiqadi. Qo'shboq qayerda bo'lsa, shu joyga bromlar birikadi. Endi shu reaksiyaga 12 gram brom sarflangan. Molini topsa bo'ladi. 1 mol buten bilan 160 brom reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, gramda 12 gram qancha buten bilan reaksiyaga kirishadi deymiz. Shunda 0,075 mol kelib chiqar ekan. U butenni moli. Umumiy moldan minus 0,075 butenni molini ayirib tashlaydigan bo'lsa, qoldiq. Bu mana bu ikkita propan bilan butanni moli kelib chiqadi. Demak, 0,25 dan 0,075 ni ayirib tashlasa 0,175 kelib chiqar ekan. 0,175 bu 0,175 mol kelib chiqadi. Bu reaksiyaga kirishmagan gazlarning moli mana bu. Ikkitasiga 0,175 mol. 0,175 mol. Endi bu aralashmani yana bitta ma'lumot bor, vodorodga nisbatan zichligi bor. Xo'sh, D vodorodga nisbatan zichlik, D H ga nisbatan zichlik 26,6 ga teng. H molar massasi 2 ko'paysa o'rtacha massasi kelib chiqadi bu aralashma. Nech chiqadi? 53,2 kelib chiqar ekan o'rtacha massasi. 53,2 gram. Demak, aralashmaning o'rtachasi o'zi qanday topiladi? O'rtacha massani topishda shu 3 ta gazni massalar yig'indisini x deb belgilayman. Mollar yig'indisi aniq 0,025 ga bo'lishgan. 0,25 ga bo'lganda 25 ga bo'lganda o'rtacha massa kelib chiqqan. Qaytaraman. Propan, butan, butenni massalar yig'indisi pastga mollar yig'indisi aniq 0,25 bo'lsa, o'rtacha massa 53,2 kelib chiqadi deb tenglama tuzadigan bo'lsa, mana bu x shu 3 ta gazni massalar yig'indisi kelib chiqadi. Kres ko'paytiramiz. X teng o'rtacha massani mollar yig'indisi bo'lsa, umumiy aralashmaning massasi kelib chiqadi. 4 dan 1 26,6 13,3 bo'lar ekan. Demak, 13,3 gram bu aralashmaning massasi bo'lgan. Endi bu aralashmadan butenni moli bor, massasini topsa bo'ladi. Massasini ayirib olsa, mana bu ikkita propan bilan butanning massasiga qoladi. Demak, butenning massasini topaylik. Bu umumiy aralashma. Endi butenning massasini topamiz. Xo'sh, butenning massasini topish uchun S4H8 ni molar massasi 56 ni 0,075 ga ko'paytirib olsa, butenning massasi kelib chiqadi. Xo'sh, 56 ni 0,075 ga ko'paytiramiz. 4,2 gram bo'lar ekan. Mana bu aralashmadagi buten massasi. 4,2 gram S4H8 bo'lgan. Ayirib tashlaymiz. 13,3 dan 4,2 ni ayirsa 9,1 gram qolar ekan. Bu propan bilan S3H8 bilan S4H10 ni umumiy massasi. Ya'ni
alkanlar massasi mana bu ikkitasiga 9,1 gram qolar ekan. Mana. Endi shu yerga sistema tuzib, nech mol propan, nech mol butan borligini ham topsa bo'ladi. Shu sistemani tuzaylik. Demak, x mol propan bo'lgan deb belgilayman, y mol butan bo'lgan. Shunda birinchi sistema qanday tuziladi? Mana bu yoqqa tuzaman. Birinchi sistemani x plus y barobar propan bilan butan mollar yig'indisi 0,175 birinchi sistema. Ikkinchi sistema propan massasi 44x plus butan 58y. Ikkitasining massalari yig'indisi 9,1 gram. Bu ikkinchi sistema. Ikkita sistemani qo'shib ishlash uchun tepani 44 ga ko'paytiraman. 44 ga ko'paytsam mana bu xlar qisqarib ketadi. Xlar qisqarib ketadi. Qanday qisqaradi? 44 ga hammasini ko'paytirib chiqsam, 44x bilan pastdagi 44x ayrilganda qisqarib ketadi. 58x dan tepadagi 58y dan 44y ni ayirsam 14y qoladi. Teng. Xo'sh, 0,175 ni ko'paytiraman 44 ga desa 7,7 bo'lar ekan. Mana bu ko'paytmasi 7,7. 9,1 dan 7,7 ni ayirsa 1,4 qoladi. Demak, 9,1 dan 7,7 ni ayirsa 1,4 qoladi. Endi y ni topish uchun 1,4 dan 14 ga bo'lsa y barobar 0,1 mol kelib chiqadi. 0,1 mol bu y, ya'ni butanni mol kelib chiqdi. S4 H10 ni ham molni topib oldik. Endi x ni topamiz. 0,175 dan 0,1 ni ayirsa, mana y ni ayirsa, demak x ga 0,075 qoladi. Bu propanni mol kelib chiqdi. S3H8. Demak, hamma ma'lumotni topib oldik. 0,075 mol buten, y-imiz 0,1 mol bu butan, 0,1 mol ekan. 0,1 mol kelib chiqdi butan. 0,1 mol va mana bu propanimiz 0,075 mol kelib chiqdi. 0,075. Endi ma'lumotlarni topsak bo'ladi. Ya'ni noma'lumlar topamiz. Mana bu yerda topaylik. A javobni top degan. Reaksiyadan so'ng aralashmaning o'rtacha molyar massasini top degan. Ya'ni mana bu bromiy suv bilan reaksiyaga o'tkazgandan so'ng qolgan gazlar o'rtacha massasi. Demak, o'rtacha massani topishda ham o'rtacha. Xo'sh, massalar yig'indisini mollar yig'indisiga bo'lish kerak gazlar. O'rtacha. Bizda tayyor mana mollarni molyarmasiga ko'paytirib, molni molyarmasiga ko'paytirib qo'shib o'tirish shart emas. Ikkitasining massalar yig'indisi bor 9,1 ni. Mollar yig'indisi ham bor 0,175 ga bo'lsa, bu aralashmaning o'rtacha massasi kelib chiqadi. Reaksiyadan keyingi aralashma. Demak, 9,1 ni bo'lamiz 0,175 ga. Shunda 52 kelib chiqar ekan o'rtacha massasi. Birinchi javob kelib chiqdi. Endi B javobni topamiz. Shu aralashmadagi dastlabki aralashma propan gazining mol ulushini top degan. Demak, dastlabki umumiy aralashma 0,25 mol aralashma bo'lgan. 0,25 aralashmamiz bu foiz hisobida 100% deb belgilasa, ichidagi propanimiz S3H8 imiz 0,075 mol kelib chiqdi. 0,075 molimiz necha foiz deb proporsiya qilamiz. Shunda 0,075 ni 100 ga ko'paytiramiz va 0,25 ga bo'lamiz. 30% kelib chiqadi. Demak, bu yerda 30% propan bo'lgan dastlabki aralashma. Bu ikkinchi javob. Mol ulushini top desa 30% deb yozish xatoroq bo'ladi. Ulushda yozishda 0,3 yozish to'g'ri bo'ladi. Ulushda 100 ga bo'lingan yoziladi. O'rtacha massasi esa reaksiyadan keyingi aralashma o'rtacha massasi 52 gram taqsim molda yoziladi. Demak, javoblar kelib chiqdi.